Yo'lda ketayotib bir narsani shohidi bo'ldim va ichimdan o'tgan hislarimni va kelgan anglashlarimni siz bilan bo'lishmoqchiman. Lavhaga diqqat qiling. Bu bilan nima demoqchiman? Har narsani ham o'z joyida, vaqtida qadriga yetish kerak. Sog'ligingizni sog' bo'lganingizda, mehr muhabbatni yaqinlarimiz, sevgan insonlarimiz bor paytda, azizlarimizni hammasini, Alloh bergan hamma ne'matlarni borida, bugun shu hozir, ertaga emas, pulingiz bo'lganda emas, qachonki kimdir ruxsat berganda emas, qachonki ta'tilga chiqqaningizda yoki bo'lmasam farzandlaringizni joylab olganingizda, o'qishga kirgizib olganingizda emas, hozir bugun mana shu onda bitta kofeni damlab, bitta shokolad bilan yoki bo'lmasam juftingiz bilan shart emas zo'r restoranlarga, qatlarga borish, diydor. Shunchaki yonma-yon o'tirib choy ichish. Mana bugun men judayam adam muhimman. O'rnlar bilinyapti. Xulosa o'zingizdan.